O'zbek bolalar adabiyoti tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk dramaturg, O'zbekiston xalq yozuvchisi Hakim Nazir 1415-yil 15-oktyabrda Toshkentning Arpapoya mahallasida Maqsidis Kosib oilasida tavallud topgan. Uning asarlarida inson qalbi, hayot haqiqati, mehr va sadoqat o'zining ta'sirli ifodasini topgan. Hakim Nazir o'zbek dramaturgiyasi rivojiga yangi ruh, yangi badiiy nafas olib kirgan ijodkor edi. Bu inson qalbi, bolalik olami va hayot samimiyatini o'z asarlarida yurakdan aks ettirgan. Uning Pionerlar bog'i, Besh bahor, Cho'l havosi, Yaxshi non, Meni taniysizmi, Bolajonlarim kabi asarlari, shuningdek Ko'korol chiroqlari, Lochin qanotlari, Ko'kterak shabadasi, Yonar daryo, Kenjatoy, Dadamni topib beringlar kabi asarlari uning badiiy olamini yanada boyitdi. Hakim Nazir o'z ijodi bilan sahna, adabiyot va tomoshabinlar qalbida nur yoqgan, hayot haqiqatini samimiy talqini bilan xalq muhabbatini qozongan ijodkor bo'lib qoladi.